shuncha katta radiator qo'yish shart. O'zi xona kichkina bo'lsa deyshadi. Ya'ni ko'pchilik shunaqa savollar beradi. Ya'ni xonam kichkina-ku, nega katta radiator qo'yapsan deyshadi. To'g'ri, buni kichkina radiator bilan ham isitsa bo'ladi, lekin endi biz kotyolni 90-95 haroratga qo'ysakgina bu xona isishi mumkin. Avvalambor o'sha xonani, binoni termobatareyasini topish kerak va shunga mos endi radiator tanlanadi. Ya'ni qancha quvvatda issiqlik ajratadi, shuni ham tanlash kerak bo'ladi. Va undan tashqari biz qanchalik niski temperaturni, ya'ni past haroratda isitiladigan tizim qiladigan bo'lsak, shunda bizda tizimdagi quvurlarning umri ham uzoqroq bo'ladi, ko'p yillar davomida xizmat qiladi. Yoki gaz tizimi, gaz bosimi pasayadigan bo'lsa, past haroratda isitadigan bo'lsak ham, demak uyimiz bemalol issiqlik bilan ta'minlangan bo'ladi. Demak, radiatorni biz o'lchamini olishdan maqsad, demak buni past haroratda. Ya'ni qancha yuza keng bo'ladigan bo'lsa, radiator shuncha issiqlik yetkaza oladi. Harorat past bo'lsa ham, demak uyimiz issiqqina bo'ladi. Endi aytish mumkin, ko'p joyda yarmini turibdi-ku deb. Hali aytgandek, yarmini qo'yadigan bo'lsak ham bemalol isitsak bo'ladi. Biz kotyolimizni haroratini, ya'ni isitish qozonining haroratini 90-95 harorat qo'yishimiz mumkin. Ayniqsa konditsionerli kotyol qo'yadigan bo'lsak, buni baland harorat ishlatish o'zi noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni tavsiya berilmaydi ham. Agar konditsionerli kotyol qo'yib, yuzani keng qo'yadigan bo'lsak, bu yana ham tejamkor uslubda ishlaydi. Radiator demak uyni isitish uchun bizda qo'shimcha topli pollar qilingan, denfin lentalar, ya'ni iliq pol bizda asosan polning haroratini bir me'yorda, yoqimli haroratda ushlab turish uchun. Topli polimiz demagani komnat termostatlar orqali boshqariladi, ya'ni stechkadan o'sha sathidan haroratni oladi. Radiatorimiz esa maxsus mana termogolovka orqali, demak bu xona haroratidan sezib, o'chib, yonib ishlaydi. Tabiat esa juda go'zal. Qoyalar, tog'larda qorlar ancha to'planib qolgan. Havo esa top-toza. Bundan foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifalarimizga obuna bo'ling va rag'batlantirib turish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.